o'tinlarni mana shu yoqqa yoqib, ovqat qilishga nima yetsin, mana buni qaranglar, nima deyapti bu. Mana shu narsalarni olsanglar och qolmaysizlar. Xo'p, bu yerda choynak, bu krujka, mana bu ziravorlar to'plami. Ziravorlar to'plamini olinglar. Nimaga? Chunki ko'pincha men poxodlarga yurganimda yo tuzni esdan chiqarib qo'yaman, yo shakarni, yo shunga o'xshash ziravorlarni. Xo'p, keyin ovqatni nimada pishiraman? Mana bunda. Va bu qozoncha hisoblanadi va keyin bu yerda vetrozashitani ham olinglar. Nimaga? Chunki shamol to'sadi va gaz ekonom bo'ladi. Va bu yerda skоворodka. Endi skоворodkani bilasizlar, yo takoy steyklarni olib kelib qo'yib, balonlarni pishirib yuborib, maza qilib ketadi yo'tog'ida. Endi bu garelka, bu yerdan olov chiqadi va mana bu olov anaqasi sangoviy balon, mana bu rezboviy balon. Bu yerda radiatori yo'q. Va bu yerda radiatori bor. Gazni ancha ekonom qilasizlar va tezroq qaynaydi. Agar bu video foydali bo'lgan bo'lsa, sizlardan bitta like va o'rtog'inglarga videoni tashlab qo'yinglar va kimga shunaqa tovarlar kerak bo'ladigan bo'lsa, unda bemalol Trekking Shopga murojaat qilaverasiz.